Hozir siz meni tomosha qilyapsiz. Ehtimol stulda o'tirgandirsiz. Ehtimol yotgandirsiz. Yo bo'lmasam avtobusda o'tirib ketyapsiz. Katta ehtimol bilan siz qimirlamayotgandek ko'rinasiz. Lekin aslida sizni tezligingizni aytsam, hozir hayron qolasiz. Siz yer bilan birgalikda yerning o'z o'qi atrofida harakatlanyapsiz. Undan tashqari yer quyosh atrofida soniyasiga 30 kilometr tezlik bilan harakatlanmoqda. Undan tashqari esa quyosh ham somon yo'li markazi atrofida sekundiga 220 kilometr tezlik bilan harakatlanmoqda. Endi savol: siz tinch o'tiribsizmi yoki harakatlanyapsizmi? Javob: ikkalasi ham to'g'ri. Lekin qanday qilib? Bu savolga javobni video oxirida o'zingiz tushunib olasiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Biz o'tgan darslarimizda fizika nima ekanini, fiziklar haqiqatni qanday topishini va fizik kattaliklar, ularni o'lchash va ulardagi xatoliklar to'g'risida gaplashdik. Endi esa biz bugun fizikadagi eng muhim va eng katta bo'limlardan biri bo'lgan mexanika bo'limi haqida gaplashamiz. Biz mexanikani 3 qismga bo'lib o'rganamiz. Bular kinematika, dinamika va statika qismlaridir. Biz bugundan boshlab kinematika qismini o'rganishni boshlaymiz. Qani unda boshladik. Insoniyat ming yillar davomida harakatni sirini o'rganishga, uni ochishga harakat qilishgan. Masalan, Yunon faylasufi Aristotel jismlar qanday harakat qilishini tushuntirishga uringan. U og'ir jismlar yengil jismlarga nisbatan tezroq yerga tushadi deb, ya'ni tezroq harakatlanadi deb faraz qilgan. Ammo bu fikrni 17-asrga kelib Galileo Galiley o'z tajribalarida noto'g'ri ekanligini ko'rsatib berdi. Undan so'ng esa Isaac Newton Galileyning qilgan ishlarini davom ettirib, klassik mexanikaning asoslarini yaratdi. Dastlab biz Newton yaratgan qonunlarni o'rganishimizdan oldin sodda bir savolga javob topaylik. Harakat o'zi nima? Keling, dastlab kinematika so'zini tushunib olaylik. Kinematika bu jismlarning harakatini ularning sabablarsiz o'rganadigan, ya'ni sabablarni hisobga olmasdan o'rganadigan fizika bo'limi hisoblanadi. Bu sal boshqacha, ya'ni tushunarsiz ko'rinishi mumkin. Ya'ni biz mashinani harakatini o'rganamiz. Bu degani biz mashina qayerga ketyapti, qancha masofa yuryapti, qanday tezlikda harakatlanyapti degan savollarga javob beramiz. Lekin mashina qanday yuradi, balon yerni itaryaptimi, ishqalanishni qanday sababi bor yoki ishqalanish qanday rol o'ynaydi degan savollarni bermaymiz. Bu savollarga javobni esa dinamika bo'limida javob olamiz. Endi esa asosiy savolimizga javob beramiz. Harakat nima? Bir qarashda bu savolning javobi juda ham sodda tuyuladi. Harakat bu yurish. Yo bo'lmasam jismlarni joyini o'zgartirish. Tushunarli? Lekin fizikada ta'rif aniq va tushunarli bo'lishi kerak. Demak, harakatga ta'rif beramiz. Demak, harakat bu jismlarning boshqa jismlarga nisbatan vaqt o'tishi bilan joylashuvini o'zgarishiga aytiladi. Tushunarli? Bu ta'rifdagi eng asosiy iboralardan biri boshqa jismlarga nisbatan iborasi edi. Keling, bu iborani nimaga muhimligini ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling. Siz va do'stingiz mashinada birga ketmoqdasiz. Siz do'stingizga qaradingiz. U qimirlamayotgandek ko'rinadi. Do'stingiz ham sizga qaraganda sizni qimirlamayotgandek ko'rishi mumkin. Lekin yo'lning chetidagi kuzatuvchi sizlarni 90 km/soat tezlik bilan harakatlanayotganini ko'radi. Xo'sh, qaysi biri to'g'ri? Mashinadagi odammi yoki yo'l chetidagi odamning fikri to'g'rimi? Javob esa ikkalasi ham to'g'ri.
Chunki ular javoblarni turli xil jismlarga nisbatan olishyapti. Fizikada harakatni taqqoslash uchun tanlanadigan jism sanoq jismi deyiladi. Boshqacha qilib aytganda, nimaga nisbatan harakatlanyapti degan savolimizning javobiga sanoq jismi javobi to'g'ri keladi. Misollar: yo'lda harakatlanib ketayotgan mashinaning sanoq jismi bu yo'l bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasam lift ichida harakatlanayotgan odam uchun sanoq jism bu lift bo'lishi mumkin. Tushunarli? Agar sanoq jismi o'zgarsa, harakatning tavsifi ham o'zgarishi mumkin. Endi tasavvur qiling. Men sizga mashina harakat qildi dedim. Lekin qayerga, qayerdan, qaysi yo'nalishga degan savollarga javob bermadim. Bu savollarga javob bermasak, jismning harakati to'liq tasvirlay olmaymiz, ya'ni ta'riflay olmaymiz. Shuning uchun fizikada koordinata sistemasi kiritiladi. Koordinata sistemasi bizga jismning joylashuvini sonlar yordamida ifodalashni imkonini yaratadi. Tasavvur qiling, osmonda samolyot uchib ketyapti. Ochiq osmonda, musaffo osmonda ko'radigan bo'lsangiz, samolyotning orqasidan qandaydir iz qoladi. Bu iz fizikada trayektoriya deb ataladi. Umumiy qilib olganda, jismni harakat davomida fazoda qoldirgan izi trayektoriya deb ataladi. Jismning trayektoriyasi to'g'ri chiziq bo'lishi mumkin, egri chiziq bo'lishi mumkin, aylana shaklida bo'lishi mumkin, hattoki giperbola shaklida ham bo'lishi mumkin. Buni siz albatta futbol o'yinlarida ko'rgansiz. Endi esa ko'pchilik chalkashadigan, adashadigan ikkita tushunchaga kelamiz. Bular yo'l va ko'chish. Yo'l bu bir jism bosib o'tgan trayektoriyaning umumiy uzunligi hisoblanadi. Ko'chish esa jismning boshlang'ich nuqtasidan oxirgi nuqtasini tutashtiruvchi eng qisqa yo'nalgan kesma hisoblanadi. Tushunarli? Misol keltiramiz. Masalan, stadionda yugurayotgan sportchini tasavvur qilaylik. Agar sportchi 400 metr masofani bosib o'tdi stadion ichida va to'liq aylanib chiqdi stadionda bir marta. Bunda sportchining bosib o'tgan yo'li 400 metr bo'ladi. To'liq aylanib bosib o'tganligi uchun stadionni ko'chishi 0 ga teng bo'ladi. Bunday savollar testlarda va misollarda ko'plab uchraydi. Chalg'ib qolmaslikka harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Demak, tomoshabinlar, biz bugun mexanikaning kinematika bo'limiga kirish qildik. Bu yerda biz harakat nima ekanligini va unga ta'rif berdik. Bundan tashqari sanoq jismi va harakatni nisbiy bo'lishini ko'rib chiqdik. Bundan kelib chiqishi mumkin. Masalan, o'liklar ham harakatlanishi mumkin. Qiziqarli, to'g'rimi? Bu albatta fizik jihatdan, biologik jihatdan emas. Undan tashqari ko'chish, yo'l tushunchalarini kiritdik. Endi esa bemalol biz tezlik va tezlanish tushunchalarini o'tishimiz mumkin. Demak, keyingi darsda biz sizlar bilan tezlik va o'rtacha tezliklar haqida gaplashamiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, izoh yozing va kanalimizga obuna bo'ling. Ko'rishguncha.